Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun yana sizlar bilan Mangalchi usta jamoasi birgalikda Namangan shahar Promzona Diyor oshxonasining oldida yangi ish boshlash arafasidamiz. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yerga moykamiz bo'libdi. Ablusovkada uritdik, turkman g'ishida, mana ko'rishingiz mumkin. Turkman g'ishi punni ablusovkada uriladi. Moyka tagi ochiq, ozgina 60 sm plashatka, 4 komfortli gaz bo'ladi, oraga kiradigan 22 litrli qozonimiz bo'libdi. O'rtaga mangalimiz bo'ladi. Ichi toza 90 sm bo'ladi. O'zi o'pshi 120 ga tushadi. Hop, bu yerga 80 litrli qozonimiz bo'libdi. Eshigimiz mana ko'rishingiz mumkin. Davr metalli oynali eshigidan. Ulusi o'rtanchasi, bulusi katta eshik. Qozonga qarab razmir chiqadi. Hop, bu yerga tandirimiz tushdi. 16 talik. Yoniga plashatkamiz savat qo'ygan, noyopkanda savat qo'ygani. Bizni kuzatib boring, bitgan obzorlarni qo'yib boramiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariy orqali yozsangiz, yo'qsa telefon orqali telefon qilsangiz javob beramiz. Yo'qsa like bosib, asosiysi obuna bo'lishni unutmang. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha videoni o'sha odamga tashab qo'yasizlar, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yasiz.